infarkt yosharib ketdi, insult yosharib ketdi, sahr yosharib ketdi, onkologiya yosharib ketdi. Hammasi mana shu farmatsevtikani biznesini orqasidan emasmi Alisher aka? Juda katta mana shu farmatsevtika biznesi borda. Shuning orqasidan daromad qilinadi. Odamlarimizni sog'lig'i 5-masala. Dorilarning sotilishi muhim narsa. Sahr kasal, sahr bitta yara chiqsa, tanasidan qancha azob ko'radi, misol uchun. Borib bitta shu davolatish uchun 5 million, 6 million dori yozib berishadi. Bitta kasalga. Bu 5 millionlik dorining ichini qarasangiz, batlar bor-da, bat. Sahrga bat nima aloqasi bor? O'sha yerda o'tirgan odamlar shu dori biznesi bilan shug'ullanyapti. Qaysidir dorilar masalan odamga mayli quvvat berar ekan, boshqadir bilmadi, bu narsalarni bilmayman. Hozir gap u haqida emas. Gap bu yerda kasalni tovarga aylantirish degan tushunchani O'zbekistonda yo'q qilish kerak. Kuchli dori vositalariga faqatgina mana hozir deputatlarimiz tashabbus qilgandagi jarimani ko'tarish emas, umuman qizil retsept to'xtatyaptimi, effekt beryaptimi? Beringlar antibiotikka hammasini qizil retseptga. Sotib bo'lmasa, вообще apteka.